Assalomu alaykum do'stlar, qalaysizlar? Sizlar bilan yana PC Gamer, ya'ni bu men. Xo'p, bugun sizlar bilan qishloq videosini yana davom ettiramiz. Qanday ketdik. Xo'p do'stlar, bo'lmasa men bugun nima qilaman? Men har kuni qiladigan ishimni qilaman. Ya'ni men mana shu yerda o'tiraman va yangiliklar ko'raman. Salom, sizlardan tezkor 24 xabarlari. 13-qishloq oldiga zombi apokalipsi kelmoqda. Ular 5 xil, har xillari bor. Mana shu zombilar 13-qishloq oldiga kelyapti. Ehtiyot bo'linglar. Yo do'stlar, ko'rdinglarmi? Demak, zombi apokalipsi kelayotgan ekan. Biz bir ilojini qilishimiz kerak ekan. Bo'lmasa do'stlar, men kreativga o'tib olishim kerak. Zombilar 1 soat ichida 13-qishloqqa kelishar ekan. Bo'lmasa men hozir kreativga o'tib. Mana do'stlar, men kreativga o'tib oldim. Endi biz tez uni qurishimiz kerak. Bunker. U bunker qayerdan bo'ladi? Taxminan mana shu yerlardan bo'ladi. Bu juda past bo'ladi. Taxminan mana shuncha. Endi do'stlar, bunkerni men tezroq qazib olishim kerak bu yerlarni. Xo'p do'stlar, mana juda katta joy ochib oldik. Mana endi devorlarni obsidiandan qilib chiqamiz. Qani yana bir mamitlarni ochib keyin tiqib chiqamiz. Shunda katta joy saqlab qolgan bo'lamiz. Qanunda ketdik do'stlar. Hozirlar mana qildik, devorlarni hammasini obsidian, tepalarga chiroqlar qo'yib chiqdik. Endi pastni ham obsidian qilib chiqishimiz kerak. Qanunda ketdik. Xo'p do'stlar, mana tagini pollarni ham obsidian qildik. Endi faqatgina tepa qoldi. Endi faqatgina tepani qo'ysak bo'ldi va bizning bunker tayyor. Do'stlar, mana tepani ham qilib bo'ldik. To'g'ri sizlarga ko'rinmayapti. Judayam qorong'i bo'lib ketgan obsidian bilan. Do'stlar, hozir men bir ish qilaman. Mana bilan hech birine kerak bo'lmaydi. Hozir inglizcha media. Hop, 3 minut, 8 minutlik kerak. Bo'ldi do'stlar, mashina ichib olsam. Bo'ldi, endi to'xtanglar hozir. Mana do'stlar, night vision ishlab ketdi. Yo'q, lekin yaxshi ishlamayapti. Qani qayerdan kelgan demayapsiz? Do'stlar, men adashib qoldim. Mana. Bu yerga endi men zina qo'yamiz. Hozir zina qayerda edi do'stlar? Mana night visionni ham foydasi bo'lmadi. Tezroq ish qilishimiz kerak. Do'stlar, mana bu turganiga bu ekan. Hozir do'stlar endi chiqamiz. Mana do'stlar, chiqib oldik. Endi biz uyimizga narsalarni hozir olib kelamiz. Xo'p do'stlar, mana hamma narsani qo'yib oldim. Mana kompyuterim meni. Bu yerda men xabarlarni bilib turaman. Bu yerda meni yotqim, pechka, verstak va kerakli sandiq va mana bu tepasini yopib qo'yganman. Mana endi men kutib turaman. Ya'ni zombilar o'tib ketishini, ya'ni men tezkor xabarlarda ko'rib turaman. Xo'p, endi qanchagacha to'xtanglar. Birinchi bo'lib men survivalga o'tib olishim kerak. Hozir 1 deyishim bilan o'tib olaman. 1.
Hop, do'stlar, men o'tib oldim. Mana bu kreativdan olgan narsalarimni. Hop, do'stlar, endi men bu yerda necha kun o'tirishimni bilmayman. Zombi apokalipsi o'tib ketgandan keyin chiqaman. Bo'lmasa o'tiramiz endi shu yerga. Men bu yerda ozgina Minecraft o'ynashim kerak. Stream qilaman bo'lmasa do'stlar. Hop, do'stlar, nechinchi kun o'tganini bilmayman, lekin juda ham ko'p o'tdi. Chiqib ko'raymi deyapman. Yo'q. To'xtanglar, men xabarlarga qarab ko'raychi. Qani? Kompyuterimga qo'ying. Qani? Xabar 24. Zombi apokalipsi tugadi. Hamma ko'chaga chiqishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Do'stlar, ko'rdinglar, zombi apokalipsi o'tib ketibdi. Bo'lmasa biz endi hamma narsalarni yig'ishtirib bu bunkerdan chiqib ketsak ham bo'ladi. Hop, do'stlar, sizlar bilan BC Gamer bo'ldi. Hozirgacha sizlar addu shu kanalga like bosib, kanalga obuna bo'lib, prosmotrlarni bosib tashlaylar. Bo'lmasa sizlar bilan BC Gamer bo'ldi. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.